Siz axborot dasturini tomosha qilyapsiz. Buxoro viloyatida jami 829 ta moddiy madaniy meros obyektlari davlat muhofazasiga olingan. Shulardan 216 gektari UNESCOning umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Uning muhofaza hududi 339 gektarni tashkil etadi. Ushbu hududda joylashgan qadimiy obyektlar, muzey fondlaridagi eksponatlar esa barchani birdek hayratga solishda davom etmoqda. Viloyatda Fransiyaning yetakchi muzeylari bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik aloqalari esa boy tariximizni asrash va uni yanada boyitishga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. Hozirda Buxoroda ushbu yo'nalishdagi yirik loyihaning birinchi bosqichi start oldi. Fransiyaning yetakchi muzeylari mutaxassislari kelishuv asosida Buxoroda bo'lib, restavratsiya va konservatsiya ishlarining holati bilan yaqindan tanishdilar. Sohada an'anaviy usullar va bugungi kun olimlarining bu boradagi tadqiqotlarini mujassamlashtirgan holda amaliy va nazariy seminarlar tashkil qilindi. I work in Uzbekistan since 2018. Men O'zbekistondagi restavratsiya ishlari holatini 2018-yildan boshlab o'rganishga kirishganman. Fransuz tajribasi asosida tarixiy obidalarni asrab qolishga qaratilgan bir qancha ilmiy qo'llanmalarni ishlab chiqdik. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi bizga milliy institut tashkil qilish taklifini bergach, hozirda dastlabki jarayonda muzeylardagi mutaxassislar mahoratini oshiryapmiz. Restavrator bu nafaqat usta, balki tarix shifokori. Mahalliy mutaxassislar eksponatlarga tibbiy tashxis qo'yishni va ularni asrab qolishning eng samarali yo'llarini puxta o'rganishi katta maqsadga erishishimiz uchun asos bo'ladi. Fransiya bilan hamkorlik doirasida nafaqat Buxoro, balki yurtimiz boy tarixini asrab avaylash maqsadida malakali mutaxassislar, arxeologlar va usta restavratorlar tayyorlanishi nazarda tutilmoqda. Shundan kelib chiqib boshlangan o'quvlar jarayoniga bugun mamlakatimiz bo'ylab soha vakillari taklif qilingan. Malaka oshirish kursini maqsadi xorij tajribalarini o'rganish va ularni ta'lim sohasiga jalb qilib talabalarga bilim berish. Bu yerda bizlar mana shu yog'och o'ymakorligi, yog'och buyumlari, muzey ekspozitsiyalari haqida ma'lumotlar saqlash uchun, umrini uzatish uchun xorijiy texnologiyalarni, ularni malakasini, qo'llayotgan usullarini o'rgatib, bizlarga yaxshigina saboq berib kelmoqda. Fransiyalik soha mutaxassislari bilan nafaqat bino va inshootlarni ta'mirlash, balki yurtimiz muzeylarida reekspozitsiya qilinadigan noyob eksponatlarni namoyishga olib chiqish masalasi ham ustuvor yo'nalishlardan biri sanaladi. Bu bo'yicha ham keng ko'lamdagi amaliy harakatlar boshlab yuborildi. Ishtirok etayotgan restavrator xodimlar bevosita muzey ashyolari ustida ish faoliyati olib bordilar. Ularni ustida ishladilar. Ya'ni muzey ashyolarini shu tashqi zararlardan qanday muhofaza qilish yo'lida yangi bir ish uslublarini o'rgandilar. Eksponatni konservatsiya qilishni eng bir murakkab jarayonlarini amalda sinovdan o'tkazdilar. Respublikamizdagi ko'plab muzeylarning fondlarda saqlanayotgan muzey ashyolarini xalqimizga, kelajak avlodga yana ham bus-butun, yana ham o'sha asl holatda yetkazib berishda bir yaxshigina muhim qadam bo'ldi deb hisoblaymiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxorodagi birgina arkeologiyada 2023-yilda jami eksponatlar soni 138.600 tani tashkil qilgan. Joriy yilning boshida bu raqam 146 mingdan oshdi. Arxeologik tadqiqotlar davomida har yili noyob topilmalar soni 1.5 mingtaga ko'paymoqda. Demak, xalqaro hamkorlik aloqalari muzeylar fondini yanada boyitishda katta ahamiyatga ega. I'm a French conservator working with. Men Fransiyada konservatorlik bilan shug'ullanaman. Aytishim kerak, tarixning har bir zarrasini asrab qolish bugun bizning asosiy vazifamiz sanaladi. Loyiha doirasida eksponatlarni restavratsiya va konservatsiya qilishning amaliy jihatlariga alohida e'tibor qaratganmiz. Jarayon nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlayapti, balki ishtirokchilarga xalqaro standartlar asosida ishlash ko'nikmasini bermoqda. O'zbekiston, xususan madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasining bunday tashabbusi albatta tahsinga loyiq. Yana bir ma'lumot, madaniy meros obyektlarining barqarorligi xalqaro tashkilotlar doimiy e'tiborda ekanligi bois restavratsiya ishlari belgilangan talablar asosida olib borilishi eng asosiy masalalardan sanaladi. Shunga muvofiq hozirda Fransiyadan tashqari Eron, Italiya va Turkiya davlatlaridan malakali usta restavratorlar va loyihachilar ishtirokida boshlangan ishlar ko'lamini yanada oshirish maqsad qilingan. Aziz yurtdoshlar, siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun rahmat. Yana uchrashguncha salomat bo'ling.